Meni shaxsiy fikrim, mana shu moshinchaga sarflangan puldan ko'ra, bolani ongi uchun, ilmi uchun kitob olib bergan afzal deb o'ylayman. Hamma farzandini yaxshi ko'radi. Farzandini yaxshi ko'rgandan keyin farzandiga faqat yaxshiliklarni ravo ko'radi-da. Shular qatorida biz ham jiyanlarimizni yaxshi ko'ramiz, ularga e'tiborlimiz. Ko'rsatmoqchi bo'lgan, aytmoqchi bo'lgan narsam, singlim bilan kuyovimiz jiyanlarimizga ko'p o'yinchoq olib beradi-da. Bittasi 8 ga kirgan, bittasi 4 ga kirganda. U kechagina jiyanimga o'yinchoq olib berishibdi. Falon so'm pulda, endi narxi juda qimmat bo'lishi kerak. Endi men bitta misol aytaman, mana bu moshincha. Qimmat moshincha. Mana baloni mana yorilib ketdi o'sha. So'siz chiqib ketyapti, yurmayapti. Mana funksiyalari bor ekan. Mana har xil ovoz chiqarar ekan. Qo'shiq chiqarar ekan, buni ovozlar chiqarar ekan. Bu tomonida suv solsangiz, suv sachratib oldi tomonlaridan ochilar ekan mentlari mana. Bu tomonlari. Bu oddiy bitta moshinchasi. Bunaqa moshinchasidan uyimda to'lib ketganda to'g'risi. O'yinchoqlari bor, topganlarini olib keldim mana. Bu ham singan. Mana etajerga buni ichida mayda mashinalari bor edi. Buni ham sindirishdi. O'yinchoqlarni sindirib tashlaganda shu qimmat turadi to'g'risi. Qimmat. Bundan ko'ra shu bolajonlarga bir kitob olib bersak, o'qisa, bir rang ajratgan, bir rangli narsalar, shu kara-karani o'rgatgan, shunga o'xshagan bir narsalar olib bersak yaxshi bo'ladi. Tavsiyam, bir iltimosim, maslahatim, bolangizga o'yinchoqdan ko'ra kitob olib bering, ilmi oshsin, rivojlansin. Yurtimiz uchun, elimiz uchun, o'zingiz uchun, avvalo o'zingiz uchun ham bir foydali bo'ladi. Ilmli bo'lsa, ilm olgan inson hech qachon noto'g'ri yo'lga kirmaydi-da. Hozirdan ularni ilmga qiziqtirishimiz kerak-da, bolajonlarni ilmga qiziqtirishimiz kerak. Bu o'yin kulgi, bu o'yinchoqlar sinadi, qolib ketaveradi. Kitobga sarflaysiz, pulingizga achimaysiz. Mana unga sarflaysiz, sinib ketadi, yotadi qayerlarda, musorga tashlaysiz. Men o'ylaymanki, sizlar ham farzandlaringizni yaxshi ko'rib, qanchalik avaylab, parvarishlab katta qilyapsizlar. Avvalo katta bo'lsin, yaxshi, komil inson bo'lsin. Sizlarda avvalo sizlarni ardoqlab, sizlarni hurmat qilib, sizlarni qadrlariga yetadigan inson bo'lsin. Yurtimizda koriga yaraydigan mard o'g'il qizlardan bo'lib ulg'ayishsin. Kunlar tez o'tib ketaveradi. Hozir bolajonlar ta'tilda. Shu fursatdan foydalanib, bolajonlarimizni bugun kirib kelgan 1-iyun bilan chin yurakdan samimiy tabriklayman. Barcha ota-onalarning baxtiga farzandlarimiz sog' omon bo'lib, yonimizda ulg'ayishsin, farzandlarimizni baxti kamolini ko'rish barchamizga nasib etsin. Meni bu gaplarimda to'g'ri qabul qilasizlar deb o'ylayman. E'tiborlaring uchun rahmat.